ber debdi sizga. Rostmi shu? Kim edi u qiz? Yozinglarchi kim? Ismi uning? Men hozir kirdim TikTokka, uxlab qoldim, hozir turdim. Hozir turdingizmi? Hozir turdim. Ha. Monika deyapti. Monika degan kim u? Qanaqa Monika? 3 kun vaqt ber deb aytibdi sizga. Shu Monika degan qiz. Havodan olasizlar bunaqa gaplarni, bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Endi sizlarga o'xshab biz to'y qilmaymiz. Sizlarga o'xshab biz bunday Fotiha to'ylari qilmaymiz. Lekin kecha rostdan to'ying bo'pti, tabriklayman. Yo'q. Hech qanaqa to'y bo'lgani yo'q. Men ro'zman deganim ham yo'q. U yerda prosta men salom soldim, bo'ldi, xolos. Только o'sha salom solgan payti diniy tomondan olib qarasa rostdan ham to'y hisoblanadi. Siz ham shartdan o'yinsiz-ku. Salom soldirib shunaqa-ku, bu ham. U qattiq tema emas-ku. Tем более u menga xotin bo'lishga rozimisan deb aytmadi. Men ham roziman deganim yo'q bu yerda. Xotin bo'lishim uchun. Unaqa gap bo'lgani yo'q. Hammasi ko'rdik-ku shu yerda. Prosta salom soldim. She'r urgani uchun и всё. Bitta she'r ekan-da, salom solish narxi arzon ekan-a? Nimaga arzon? Bir salom, bitta she'r. Bitta salom, bitta she'r arzon ekan. 3 salom, 3 ta she'r. Sizga ham solib beraymi? Yo'q, menga salom solib berma. Men o'zi birovni xotini bilan gaplashsam. Birovni xotini o'tiribsiz-ku? Prosta do'stona gaplashgani keldim. O'zi birovni xotini bo'lsa ko'zallaytirsam, meni g'ururim yo'l qo'ymaydi. Qiyin bo'pti, a? Aytgan, hech qachon erli ayollarga qarama o'g'lim. Hech qachon nafsingni, g'ururingni ustun qo'yma o'g'lim. Dadam aytgan, o'zi birovni xotini bo'lgan insonga qanday qilib men gaplashaman? Sardor aka. Sardor aka emas, o'zi kecha o'zi to'ylaring bo'pti, o'zi guvohlar. Hech nima bo'lmadi dedim-ku sizga. Guvohlar bo'pti. Qiziq uchun prosta shunaqa batl o'ynadik prosta.